Mana aka stadionimizni xudo xolasa qurib topshirdik. Bizni ishimiz haqida, mana shu mahsulotlar sifati haqida sizga yoqqan yoki yoqmagan narsalar haqida o'z fikrlaringizni bilmoqchi edik aka. Biroz shu bizni kuzatuvchilarga o'z fikrlaringizni o'rtoqlashsangiz xursand bo'lardik. Men ham bu ishni boshlashdan oldin rosa ikkilanganman. Shu biznesni boshlaymikin, boshlamaymikin, pul tutsam ertaga qara olarmikinman degan rosa ikkilanishlar bo'ldi. Keyin sizni YouTube kanalingizni ko'rib, manzilingizni, nomeringizni olgandan keyin bolalar kelishdi, ishlashdi, ko'rdim, ishlari yoqdi. Haqiqatda jidonan ishlaydigan bolalar ekan. Mana shu stadionimizni bitishiga, shu temir dugalarning bitishiga, shu temir profillarning bitishiga 135 million so'm pulimiz ketdi. Endi shu shimlarni hamma xizmatlar ichida shu yigitlarga berishdi. Alloh rozi bo'lsin. 150 million atrofida ketdi. Endi xudo xolasa kuniga 6-7 soatlab o'yinlar bo'lyapti. Mana bolalar ham, shu mahalladagilar ham xursand. Bizning maqsadimiz shu yosh avlod ko'chada bebilsga yurmasdan sport bilan shug'ullanib, vaqtini chog' o'tkazsa, shu yurtiga, mahallasiga shu foydasi tegadigan bola bo'lsa biz xursandmiz. Ilgari oldin beylar kimsasiz, qarovsiz joy bo'lgan. Biz o'zimiz shaydan foydalanishga olib, mana ko'rib turganlaringdek chiroyli joy qilib qo'ydik. Xudo xolasa yoniga ham kelajakda bitta poyla tushirish niyatimiz bor. Rahmat, ancha qilishdi. Mana 5 lik gazondan solishdi. Biz ko'nglimizdagidan ham yaxshi chiqdi. Ko'nglimizdagidan ham biz hayolimizga kelmadi. Bunaqa variantda bo'ladi deb, hozir hamma xursand, mahalla-ko'y. Yashanglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Salomat bo'ling. Bildirgan iliq fikrlaringiz uchun katta rahmat aka. Sizga ham bizga ishonganingiz uchun alohida rahmat. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib berdi. Eng oxirgi zamonaviy holatda bitdi. Atrofiga o'sha zavodskiy oq liniyali qizil gazonlardan qilib berdik. O'rtasi o'sha 5 lik panda gazonimiz xudo xolasa 7 yil 8 yilgacha xizmat qiladi. Inshaalloh undan ham uzoqroq xizmat qilishga niyat qilamiz xudo xolasa aka. Bundan buyog'iga qanaqa kamchiliklar, xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, doimo aloqada bo'lib turamiz. Sizga katta rahmat. Kelajakda yana o'zingizga murojaat qilamiz. Yoniga poyla tushishda albatta o'zlaringizga murojaat qilamiz. Chunki ishonch birinchi o'rinda. Sizlarga o'zimdan ham ko'p ishonib qoldim. Biz ahlimiz yetmagan ishlarni, misol, qiyurganliklar uchun bu bo'lmaydi, bu bo'ladi qilib turib tavsiya qildilar. Tanlovlaring uchun rahmat. Sizga ham rahmat aka, katta salomat bo'ling. Rahmat.